Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizning firmamizning qo'ylari bular. Nasib yaxshi niyatda boshladik. Qo'llab-quvvatlab tursalaringiz tasha davom etamiz. Mana bular 8 ta baylovdagi o'sqirlar. Suv ichadigan joyi bu. Oxiri yemishida ikkitaga bo'lingan 4 tadan 8 ta qo'chqor. Bu qo'chqor qo'zichoqlar. Sekin-sekin obunachilarimiz ko'paysa, yem berish jarayoni, nima bilan oziqlanishlari sekin-sekin tushirib boraveramiz. Xudo xohlasa yaxshi niyatda firmamizda faqat qo'ylar emas, molimiz bor, o'rdagimiz, moskovskiy saqo o'rdak deydimi, o'sha o'rdak bor, tovuqlar bor. Nasib inkubator zakazlaganmiz. Ferma yo'nalishida xudo xohlasa ketamiz. Qo'chqorlar ozroq shug'ullik qilyapti. Nasib bular tayyor bo'lsa, keyingi partiyaga bularni qo'yamiz. Mana bu oxirdan yana bitta chaqirish niyati bor. Chunki 4 ta katta qo'chqorga mo'ljallangan ekan. Har tomoni 5 ta ketadi deganda 5 ta ketmas ekan katta qo'chqorlardan yotganda baribir cho'y tugab qolar ekan 4 taga. Nasib yana bitta chaqirtirib qo'ylarni ko'paytirib, xudo xohlasa xalqimizga arzon go'sht mahsulotlarini yetkazib berish maqsad. Bu qo'chqor nasllikka qo'ygan qo'chqorimiz. Hozir ozib qo'ygan. Endi bu yerda 15 ta savloq bor tug'aniga. Bu shular eri bu. Bora qo'chqorlarimizni ko'paytirib, sog'liqlarimizni kamaytirish niyat, chunki sog'liqlarning orqasidan baribir yurish kerak bitta odam zaynat bo'lib qoladi. Bularga esa yemini berasiz, suvini berasiz bo'ldi. Bir yilda 2 marta alishtirsangiz bo'ladi. Bu esa oddiy o'zimizni sog'liq qo'ylar, ichida 3 ta tug'adigan bitta zotir qo'yimiz ham bor. Hurmatli kuzatuvchilar, bizani kuzatishda davom eting. Nasib obunachilarimiz soni ko'payib, yaxshi niyat yarim mol deydi-ku. Inshaalloh biz boshladik.